Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining ashaddiy muxlislari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida bir dona like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agarda reklama xizmatlari bo'lsa, sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmati deb qo'yilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lansangiz o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Akalar, biz esa ushbu dasturimizni uzoq cho'zmagan holatda boshlaymiz. O'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini esa kommentariyada yozib qoldiring. Men esa ushbu dasturimni boshladim. Birinchi sotuvga qo'yilgan texnikamiz mana shu ekrandagi ko'rib turgan T28 traktorimiz akalar sirrochni sotuvga qo'yilgan texnikamizning holati a'lo darajada, hamma yeri ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning hamma yeri so'z holatda, olasiz va haydaysiz ideal darajada. Yana qo'shimcha holatda yana bir ikkita narsalari bor. Buni bilish uchun albatta hoziroq akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham berib o'tadilar. Ushbu texnikamiz Qashqadaryo viloyatida ekan. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa sotib olasiz. Qiziqqan tomoshabinlar va obunachilarimiz bo'lsa marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz arzon narxdagi Belarus MTZ 80 traktori izlab yurgan akalarimiz uchun mana shu ekrandagi ko'rib turgan traktorimiz sotiladi akalar. Texnikamizning holati a'lo darajada, akamiz o'zlari hamma yerini remont qilib sizlarga tayyor holatda qilib qo'yganlar. Siz faqat buni sotib olib haydasangiz bo'ldi. Texnikamizni olasiz, ishlatasiz, hamma yeri remont bo'lgan, hech qanaqa rasxod qilmaysiz. Narxini juda ham arzon sotishmoqda. 45 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Andijon viloyatida. Traktorimizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa bemalol sotib olishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlarni bilish uchun esa akamizga bemalol qo'ng'iroq qiling. Nomerlari ekranda turibdi. Keyingi sotiladigan texnikamiz ushbu ekrandagi ko'rib turgan Yutong 1304 traktorimiz sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning motori yaqinda qilingan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning apkatkadan chiqqan, holati zo'r holatda, balonlari yangi, narxi 100 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Ushbu texnikamiz sizlarga ma'qul kelsa, marhamat akamiz raqamlari ekranda qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa marhamat. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizning ссылкасini qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerda bundan ham zo'r texnikalarni bemalol tomosha qilib borishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz esa TTZ 811 kuchli va ishonchli traktorimiz akalar sotuvga qo'yilgan. Texnikamizning holati yaxshi holatda saqlangan deb aytib o'tishmoqdalar. Ishlashga tayyor holatda TTZ 811 traktorimiz hamma yeri soz holatda, fermerlar uchun juda qulay va sinovdan o'tgan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Ishlab chiqarilgan yil 2020-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal darajada. Narxi 208 million so'm. 208 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Qashqadaryoda. Akalar, qilayotgan mehnatimizda baholash sifatida videomizga bir dona like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa kultivator komplekt holatda sotiladi. Akalar, texnikamiz ishlashga tayyor holatda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Fermerlar uchun juda ham qulay texnika, bir necha ishni birga bajaradigan kultivator va CLK komplektda sotiladi. Dalaga chiqib darrov ishlatishga tayyor holatda turibdi. Olasiz va haydaysiz. Akalar, texnikamizning narxi esa 30 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Qashqadaryo viloyatida. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat. Yil 2022-yilda ishlab chiqarilgan, hech qanday ishi yo'q, ko'p ishlamagan texnika, og'ir ish ham qilmagan traktorimiz hamma yeri soz holatda. Narxi esa 25 ming dollar ekan. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, marhamat akamiz raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kommentariyada esa Telegram kanalimizning ссылкасini qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerda bundan ham zo'r texnikalarni tashlab boramiz. Bemalol kuzatib borib, o'zingizga ma'qul keladigan texnikalar bo'lsa, sotib olishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus 952.2 traktorimiz sotiladi. O'tgan safargi dasturimizda ushbu texnikadan so'rashganda, marhamat, texnikamiz sizlar uchun. Yil 2023-yilda ishlab chiqarilgan, holat yangi holatda, a'lo darajada. Ishlagan soati 1200 motochasi ishlagan, narxi 340 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Texnikamiz haydashga tayyor holatda, olasiz, ishlatasiz, hech qanday rasxodsiz va xarajatsiz texnika. Traktorimizning narxi esa 36 million so'm. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Manzil Samarqand viloyatida. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganman. Bemalol batafsil ma'lumotlarni ham telefon qilib so'rashingiz mumkin. Videomizga bir dona like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ertangi dasturlarimiz ham o'tkazib yubormasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar
Agarda sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga reklama xizmati deb o'zimiz raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lansangiz, o'z texnikangizda YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan arzon narxdagi T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, rullari gidravlika deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizga esa 14 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Surxondaryo viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan mini traktorimiz sotiladi akalar. Texnikamizning holati a'lo darajada, deyarli yangi deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizga hech qanday ish yo'q, olasiz, haydaysiz, faqatgina haydashga odam kerak. Narxi 48 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda, bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Arzonidan bo'lsin deydigan akalarimiz uchun mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimizni chiqarishga qaror qildik akalar. Ushbu texnikamiz yurib turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Holati yaxshi holatda, puli esa narxi 25 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamizga faqatgina ozgina mehr berish kerak. Bo'ldi, qolgani hammasi soz holatda akalar. 1 yildan beri yurmagan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. U yoq bu yoqqa qarab ozgina remont qilsangiz bemalol haydasa bo'ladi. Texnikamizning manzili Xorazmda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning narxini 85 million so'm deyishmoqda. Holatda a'lo darajada, korobkalar gep paytda motorlari moy yemaydi. Avashnoy kultivatsiyasi ham bor ekan, qo'shib beriladi. Suslari ham hammasi ishlaydi, kamchiligi yo'q. Texnika sirrochini sotiladi. Narxi aytib o'tganimdek 85 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, akamiz raqamlari ekranda qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz shu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz pritsepi bilan birga qo'shib sotiladi akalar. Texnikamiz kalitda yuradi, dokumentlari hammasi joyida. Olasiz u haydaysiz, kamchilik ko'rmadim haligacha deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning narxi esa 40 million so'm. Manzil Farg'onada. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirib ko'rib, ustida yana o'zmoz narxini kelishsangiz bo'ladi. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlari uchun bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Akalar, eslatib o'tamiz, videomizga bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz reklama xizmati deb o'zimiz raqamlarimiz qo'yganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning narxi 16 million so'm. Yana kelishamiz deb aytib o'tishmoqdalar. Hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Ishga tayyor holatda, olasiz u haydaysiz. Texnikamiz soz holatda turibdi. Manzili esa Navoiy viloyatida. Traktorimizni ko'ring. O'zingizga ma'qul kelsa, bemalol akamiz bilan bog'lansangiz, narxini yana o'zmoz kelishi bemalol sotib olishingiz mumkin. Texnikamizga qiziqgan tomoshabinlar yoki obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, bizda ushbu texnikamiz oxirgi texnika edi. Ertangi dasturlarimizga qadar sizlar bilan xayrlashamiz akalar. Bizni kuzatganingiz uchun barchangizga rahmat. Like va kanalimizga obuna bo'lib qolgan akalarimizga addushi rahmat akalar. Ertangi dasturlarimizga qadar xayrlashamiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilab, sog' bo'ling, salomat bo'ling.